Bu yog'i to'y desa ham bo'ladi. Yaxshisi Jamilaga qo'ng'iroq qilib shu yerga chaqiraman. Chiqarmikin ha? Voy. Alo. Jamilam, qalaysan? Sovchilar bilan ovora bo'lib charchab qolmadingmi? Qo'ysizchi, uyaltiryapsiz. Uyalma. Tashqariga chiq, kutib turibman. Voy, hozir chiqolmayman. Hozir ichkariga choy olib kirishim kerak. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Uzr, siz Jamilaga kim bo'lasiz? Men Jamilani o'gay onasi bo'laman. Haqiqiy onasidan ham meni ko'proq yaxshi ko'radi qizlarim. Tuqqan onasi tashlagani ketib borgan. Bunga ancha yillar bo'lgan. Mayli, bu gaplarni qo'yaylik. Opa, nima bo'ldi sizga? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Uzr, shunchaki biroz qon bosimim oshgandek bo'lyapti. O'tib ketadi. Jamilani o'g'limga berasizmi? Ha, mayli. Gapni cho'zmasdan dangal gapirganingiz menga ma'qul. Jamilani o'zi rozi bo'lsa, men va dadamiz albatta rozi bo'lamiz. Dadasiga aytdim. Agar menga ma'qul bo'lsanglar, albatta quda bo'lamiz dedilar. Nima? Bu qizni boshimga yostiq qilarmidim? Tengi chiqibdi, beraman, qutilaman-da. Qizim uyda bo'lsa, qizimni chaqirib ko'ring. Nima? Uzr, qizingizni demoqchi edim. Ha. Albatta hozir chaqiraman. Siz o'tirib turing. Men hozir chaqirib kelaman.